Assalomu alaykum. Bo'lmasa bugun sizlarga bitta yaxshi video qilyapman. Bu videoda nержавейкani oddiy pul avtomatda gazimiz o'g'irlik sata oddiy pul avtomatda svarkalab ko'rsatib beraman. 0,5 mm qalinlikdagi nержавейкani o'sha o'zimiz oddiy gazlik svarka apparatimiz, ya'ni pul avtomatda o'g'irlik sataga ishlaydigan oddiy gazlik svarkasida svarka qilib ko'rsatib beraman. Qanday svarkalash kerak? Tok qanchaga nastroykani qanday qilamiz? Shulardan bir qator ko'rsatib aytib ketaman. Bo'lmasam boshladik. Mana tokimiz. Bu hozir 22 voltlik bo'lsa 160 amperlik apparat 22 volt chiqarib beradi. 22 volt bo'lsa yarim 11 bo'ladimi? Где-то 11 emas 10 voltda turibdi ekan. Mana voltajimiz 10 da turibdi. Padachamizni tezligi bu ham mana yarimdan sal ozroq, где-то 3 metrlarda turibdi. Minutiga 3 metrlarda. 3,5 ga ham borsa kerak. Примерно 3-4 oralig'ida turibdi. Tak bo'lmasa mana nержавейкamiz qalinligi 0,5 mm. Hozir mana bu yerdan kesib olganman. Bunday qilib ulab svarkalab ko'rsatib beraman. Bo'lmasam boshladik. Svarkani metalli bo'lgani uchun yuzga qo'yamiz. Mana svarkamiz. Qanday qilib qo'ydingiz desangiz, mana manetdan boshladim-da, tangani qo'yib ustiga sekin bu yoqdan eritaman, sekin buni ustiga chiqaraman. Mana svarka bo'lgan yerda ustiga qo'shib ketiladi-da, yuqa metalda. Shunaqa qilib qo'yilsa, har qanday yuqa bo'lmasin, teshmasdan yaxshi varit qilsangiz bo'ladi. İçine ham ko'ryapsizki. Tak. Mana naqliyotda oldin qilgan bo'lsam, mana hozirgi shu xilda ichkaridan ko'rinish. Yaxshi ichkaridan ham bo'ladi. Ko'proq nержавейка svarka qiladiganlarga elektrodda ham svarka qilsa bo'ladi nержавейкani, faqat pol avtomatdagi oson bo'lmaydi. Agar nержавейкаdan bu narsa yasab ko'proq shunda ishlaydigan bo'lsalaring, pol avtomat olinglar, oddiy o'g'irlik sata bilan ham normalniy svarka qilsa bo'ladi. Video shu haqida edi. Foydali bo'lgan bo'lsa xursandman. Salomat bo'lasizlar. Videoni kuzatishda davom etinglar. Kanalga yangilar obuna bo'lib, like bosib qo'yishingizni unutmasin. Rahmat.